kimyoviy tajriba o'tkazib ko'ramiz. Assalomu alaykum asilzoda ko'rarmanlar. Juda ko'p katta shaharlarimizda ko'p qavatli uylarda kuzatgan bo'lsangiz, mana shunday rakvina quvurlaridan juda ham bir chidab bo'lmaydigan darajada qo'lansa hidlar keladi. Buning asosiy sabablaridan biri o'sha ayrim beparasatlar tomonidan eskirib qolgan yog'larni shunchaki mana shu rakvinaga to'kib yuborish hisoblanadi. Negaki bu yog'lar shunday o'sha rakvinaning quvurlariga kirib, yog' bilasiz suv bilan aralashib ketmaydi va o'sha turbalarda, quvurlarda to'planib qolib, eskirib ketgandan keyin o'zidan juda ham sassiq hid chiqaradi. Ayrim beparasatlarning mana shunday yog'larni shu turish o'sha rakvinaga oqirib yuborishi mana shunday muammoni keltirib chiqarar ekan. O'sha beparasatlarga mayli bo'lib ketsin, bu beparasatlarni qaysi biriga qilamiz. Xuddi mana shunday muammoga yaponlar qanday yechim topishgan? Xullas, yaponlar mana shunday oddiy bir yechimni o'ylab topishgan. Bu nima desangiz, bu oddiygina mana shunday bir kukun. Ovqat qilib bo'lgandan keyin o'sha eskirgan yog'ga mana shu kukunni shunday ochasiz, yog'ining ichiga solasiz va boyagi yog' qotib qoladi va u qotib qolgandan keyin buni rakvinaga emasda maxsus salafanga solib, chiqindilarga tashlab yuborasiz. Bu chiqindiga tashlangandan keyin o'sha maxsus xodimlar bu o'sha qotib qolgan hamma yog'larni bitta joyga to'plab, undan yoqilg'i ishlab chiqarishda foydalanar ekan. Keling, sizlar bilan birgalikda mana shu eskirib qolgan yog'ni hozir bir kimyoviy tajriba o'tkazib ko'ramiz. Xullas, bizda mana o'sha ovqatdan ortib qolgan eski yog' bor. Bunga mana bu kukunni olamiz va bu kukunni mana shunday qilib bu yog'ning ichiga solamiz. Va buni ozgina kutamiz. Mana ozgina vaqt o'tgandan keyin yog'imiz mana shunday holatga keldi, ya'ni qotib qoldi. Buni mana bunday qilib olamiz. Maxsus salafanlarga solib, chiqindiga tashlaymiz. Ko'rganingizdek, kichkinagina narsa butun bir katta muammoning yechimiga aylandi. Ekologiya uchun ham, odamlar uchun ham, hattoki mana shu rakvina quvurlari uchun ham o'ta foydali jihatga aylandi. Ana endi xulosalik sifatida xulosa qiladigan bo'lsak, nimaga yaponlar bu darajada bir tartibli xalqqa aylangan, oddiy chiqindilarni ham shu darajada san'at asariga aylantirib yuborgan, onasini qornidan bu darajada madaniyatli bo'lib tushmagandir deyishingiz mumkin. To'ppa-to'g'ri, yaponlar aynan chiqindi masalasida, hattoki yog'larni mana shunday qilib qotirib tashlash masalasida bunday natijaga erishganning asosiy sabablaridan bittasi bu targ'ibot. Masalan, televizor ko'rib o'tirganingizda bel og'rig'i, qorin og'rig'i, bosh og'rig'i, balo og'rig'i degan tinimsiz dorilarning reklamasi chiqib keladigan darajada yaponlar 1970-yillarda chiqindi masalasida shu darajada targ'ibot qilishgan ekan. Shunaqa gaplar asilzoda ko'rarmanlar, har doimgidek palagi toza, istarasiz issiq ko'rarmanlar yoqtirmani bosing, ko'mir qalblar esa o'zingizni bosing.